Bolamni yo'qotganimdan beri dunyo ko'zimga oq-qora bo'lib ko'rinyapti. Men uchun vaqt to'xtab qolgandek. Uni qumsayapman. U bilan o'tkazgan xotiralarim ko'z oldimdan ketmayapti. Ko'z yoshlarim qurib qolgunicha yig'layman. Uning hidini izlayman, biroq topolmayman. U endi hech qachon qaytmaydi. Men so'nggi damlarini yashayotgan odamman. Biroz vaqtdan so'ng yaqinlarim, do'stlarim men bilan vidolashadi. Sizdan men uchun duo qilishingizni, yupanch so'zlarni yo'llashingizni umid qilaman. Men odamlarga, jamiyatga yaxshilik istayman. Nima qilayki, boshqalarni o'zimdan oldinga qo'yaman. Ammo qachonki rad etmoqchi bo'lsam, yuragim siqiladi. Terlab ketaman. Ko'nglim xijil bo'lib qoladi. Nega rad etish menga bunchalik og'ir ekan-a? Qanday qilib yo'q so'zini ayta olishni o'rgansam bo'ladi. Men qiziquvchan yigitman, ammo hayotning mazmunini topolmayapman. Zerikish domiga tushdim. O'zimni tushuna olmayapman. Muvaffaqiyatlar haqida eshitaman, ammo unga qanday erishishni bilmayman. O'zgarishga rosa urindim, qo'limdan kelmadi. Ichki intilishim kuchli, biroq hayotimni qanday isloh qilishni bilmayapman. Muammo faqat kambag'allikda emas. Men bunday yashashdan, xuddi yemak qidirib bolalarni ergashtirib yuradigan hayvondek kun kechirishdan toliqdim. So'rovim shuki, men sohilning narigi tomoniga to'kin, qarz va tilanchilik xorligidan xoli bo'lgan bir hayotga yo'llaydigan ikki og'iz maslahat bersangiz, hech bo'lmasa yupanch beradigan javob aytsangiz. Ustoz, yechim bering.